Biz yashab turgan joylarda 20-25 kilometr masofada cho'l qumliklari bor. Ana shu qumliklarda ko'llar tashkil etilib, ushbu joylarda shaharlarda turli axlat, najosatlar kanalizatsiya orqali kelib to'planadi. Keyingi paytlarda ba'zi insonlar shu suvlarni qochirib, o'rniga shola ekishmoqda. Shola esa faqat mana shu axlat suv rangi o'rik sharbati singari qora qizil hidi o'ta badbo'y bo'lgan oxirigacha parvarish topadi. Xo'sh, shunday yer va suvlarda yetishtirilgan shol va guruchlarni iste'mol qilish mumkinmi? Javob: Bismillahirrohmanirrohim. Albatta taqvo yuzasidan bu ishni qilmagan ma'qul. Shu bilan birga aytishimiz lozimki, fuqarolar najas suvlar bilan sug'orilgan mevalar va axlatxonada o'sgan ziroatlar donim makruh emas deyishgan. Chunki ekinlarga mazkur suv to'g'ridan to'g'ri yetib bormaydi, balki yerga singib tozalangan holda suvning asari yetib boradi. Vallohu a'lam. Salomat bo'ling. Bu yerda yana so'zlari bor, o'zingiz o'qib olasiz.